Bugungi obzorimiz bir xonalik bo'ladi. Oxirgi qavatda joylashgan ekan. 4 qavatli eski binolarning 4-qavatida bir xonalik o'rtalikda joylashgan, serezina deydi. Bir xonalik eski domlar. Kirish qismi mana shu eshikdan kirib kelamiz. Bir qo'shkamiz. Hozir ko'chish arafasida. Mana shu bu bo'xchalarga e'tibor qilmaymiz. Kirganda birlashgan sanuzilimiz bo'ladi. Va to'g'rida oshxonamiz va o'rtada xonamiz joylashgan. Xo'p. Kir yuvish mashinasi muzlatgichni olib ketaman dedilar. Plita bilan mebel qolar ekan. Shaxsiy buyumlarni olib ketadilar. Akvaplast 2 qavatli o'ynab turibdi. Xo'p, mebellarni olib ketayotganlar, mana bu shkaflarni hamda trimolarni olib ketayotganlar. Televizor hamda konditsionerni ham olib ketayotganlar. Deyarli hech narsa qolmaydi. Shu turishda sotuvga chiqarganlar. Kvartirani narxini 33 ming deyaptilar. Yana ozgina savdosi bor ekan. Samarqand shahar partiyasi hududida joylashgan Phoenix kafesining orqasidagi domlar. Balkonchasida derazalarni almashtirish kerak bo'ladi. Mana shunaqa bir xonalik variantimiz sotuvga chiqibdi aziz do'stlar. Qiziqqanlar zudlik bilan aloqa chiqamiz. Bir xonalik qidirib yurgan do'stlarimizga shundoq jo'natib qo'yamiz.